Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'alaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va Allohning rahmati, Allohning salomi bo'lsin. Hurmatli tuğanlar, bugungi kunda men sizlarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir qutlu hadisini aytib ketgim keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarining birida aytgan: "Asharatu nafarin la yaqbalullohu ta'ala salatahum." Payg'ambarimiz aytgan 10 turli odamdan Alloh taolo hech o'qigan namozini qabul qilmaydi. Al qancha namoz o'qisin, hech namozini qabul qilmaydi 10 turli odamdan deydi. 10 turli odamdan hech qachon namozini qabul qilmaydi. Birinchisi, rajulun salla wahidan bi g'ayri qira'atin. Bir kishi yolg'iz namoz o'qiy, qiroat qilmaydi. Boshqa o'qimaydi. Jo'nana jatib turgan bo'lsa, hech narsa o'qimagan bo'lsa, Alloh taolo o insonning namozini qabul qilmaydi deydi. Ikkinchisi, va rajulun la yu'addi zakatahu. Ikkinchi kishi, bir kishi namoz o'qiydi, roza qilmaydi, ajga boradi, boshqa bir yaxshi ishlarni jasaydi, biroq zakatini bermay turgan bo'lsa, al odamning dili Alloh taolo o'qigan namozini qabul qilmaydi deydi payg'ambarimiz. Va rajulun ya'ummul qawma wa hum lahu karihun. Üçüncü tür bir adam bir ellerge imam bo'lib, biroq o'shal qavm al odamni jamon ko'rgan bo'lsa, imamning namozi qabul bo'lmay qoladi. İmamning namozi qabul bo'lmaydi. Va rajulun mamlukun abiqun. Üçüncüsü qul odam xo'jayinidan qochib ketgan bo'lsa, al odamning nele namozini qabul qilmaydi, hurmatli tuğanlar. Dördüncüsü şaribul khamri mudmin. Har doim taqay piyanista bo'lib aroq ichib yurgan odam. Taqay kun sayin alkash bo'lib, kun sayin aroq ichib yurgan odamning o'qigan namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Wa imra'atun batat wa zawjuha anha sakhitun. Keyingisi bir ayol deydi. Tunni o'tkirgan bo'lsa, kuyosi anday norozi bo'lib, kuyosi rozi bo'lmay, kuyosi norozi bo'lib tunda o'tkirgan bo'lsa, o'sha ayoldan o'sha tuni o'qigan namozini Alloh taolo qabul qilmaydi deydi. Wa imra'atun hurratun tusalli bi ghayri khimarin. Uchinchisi, bir hur, hozirgi bizning ayollar joluqsiz namoz o'qiy turgan bo'lsa, al ayollardan o'qigan namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Va akilir riba. Uchinchisi, sutxo'rlik, para jeytiran odam. Sutxo'rlik odamning dili o'qigan namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Keyingisi val imamul jair. Keyingisi zolim podshoh. Podshoh ellarga zulmlik bilan ellarni boshqara turgan bo'lsa, o'sha odamning o'qigan namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Va rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar. Keyingisi bir odam namoz o'qiydi, biroq o'sha o'qigan namozi al insonni buzuqu shariatga to'g'ri kelmagan harom ishlardan to'smay turgan bo'lsa, al odamning dili namozi qabul bo'lmaydi deb payg'ambarimiz. Al odamning namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. La yazdadu minallohi taala illa bu'dan. O'sha odamlar Alloh taolaga yaqindaymiz deydi, biroq ular Alloh taolaga yaqindamaydi. Tetirisincha ular Alloh taoladan alislashadi. Ular bir g'ana Alloh taoladan alislashib ketadi. Hurmatli tuğanlar, bu hadisde o'ta bir payg'ambarimiz cho'ng narsani aytgan. Shulardan 10-si hurmatli tuğanlar, 10-si. Nima deydi? Biz namoz o'qiymiz, boshqa amallarni jasaymiz, o'zimizcha 5 mal namoz ham bo'lib olamiz. Biroq o'sha namoz o'qiganimiz bilan jamon ishlardan tiyilmay turgan bo'lsak, shariatga to'g'ri kelmagan ishlardan tiyilmay turgan bo'lsak, bu bizning namozimizning qabul bo'lmagandi. Biz o'zimiz namoz o'qib turib, shu jamon ishlardan tiyilmay turgan bo'lsak, biz bilib qo'yaylik hurmatli tuğanlar, bizning namozimiz qabul bo'lmaganligini bilaylik.